Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalık haberler programmasını görüyorsunuzlar. Mazkur programımızda muşu bir hafta jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair anlatılgan bir qism mühim haberlerimizni eslatib o'tamiz. Ben Erkin. Ben Gülchehra. Bahar kelip tabiat qishliq uyqusidan uyg'ongan mart oyining oxirgi haftasida dunyoning joy-joylaridagi Uyg'ur jamoati bu yillik Navro'z bayramini dag'dug'liq kutib oldi. Bu yillik qutlug' Navro'z bayrami mezgilida Uyg'ur elidagi dehqonlarning kunduzi tashviqot uchun uyushtirilgan Navro'z bazmisiga qatnashib, kechalari masala topshirishga zo'rlanganligi ma'lum bo'ldi. Amerika, Germaniya, Shvetsiya, Qozog'iston qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati uyushtirgan Navro'z faoliyatlarida Xitoyning yuqori besimli taqibi ostidagi Uyg'ur xalqining navbatdagi qiyin ahvoli eslab o'tildi. Bu hafta ichida Yevropa parlamentida Dünya Uyg'ur qurultayining bir qator muhim faoliyatlar bo'lib o'tdi. Dünya Uyg'ur qurultayining mas'ul xodimlari 27 martdan boshlab Yevropa parlamentining bir qism a'zolari bilan muhim uchrashishlar bo'ldi. 29 mart kuni Yevropa parlamentida Uyg'urlarning e'tiqod va sayohat erkinligining cheklanishi degan temada ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Shu kuni yana Dünya Uyg'ur qurultayining Uyg'ur rahbarlarini demokratiya, kishilik huquq va qonun bo'yicha tarbiyalash programmasining 12-chi navbatlik kursi boshlandi. İgəlinishicha, Beijingda açılgan ikki yig'in mezgilida 6 shaharlik doiralarning o'z tavalligidagi 200 dan ortiq sobiq mahbusni qaytadan solib olganligi ma'lum bo'ldi. Radiomizning bu vaqt ahvol egallashi jarayonida Atishning Ozoq va Og'u yezilaridagi 3 kanatning sekretarlari o'z tavalligidan 4 dan 7 ga qadar sobiq mahbusning, ya'ni burun jazo muddati to'shib turmadan qo'yib berilgan kishilarning qaytadan so'lilinganligini dalilladi. Atishda so'lilingan 200 dan ortiq sobiq mahbusning ko'p qismi 2 yig'indan keyin qo'yib etilgan bo'lsa-mu, ammo yana bir qismi davomli turda tutib turilmoqda ekan. Keriyanaya joy yezisining boshlig'i Obul Qasim Mattursunning Uyg'ur qarindoshlarga chaqiriq nomli murojaatnomasi yaqinda Xinjiang gazetida e'lon qilinib, rayonda bir maydon siyosiy tashviqot shamiliga pilti bo'lgan edi. Ammo orasida kuchlik inkas paydo qildi deyilgan mazkur chaqiriq xati haqida Xinjiang gazetining bir nafar Xitoy navbatchi xodimi radiomiz ziyoratini qabul qilib, hozirgacha hech qanday inkas xati kelmaganligi, o'g'inish ulgusi Obul Qasim Mattursun haqidagi xabarning bir siyosiy vazifa ekanligini oshkorladi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandi bu vaqt inkas qaytirib, Xitoyning siyosiy ehtiyoji tug'ilgan aman Qurban Tulumdak o'g'inish ulgularini tiklab chiqadiganligini ilgari surdi. Uyg'ur diyoridan e'longan naq maydon ma'lumotlari Xotan viloyatining vaziyatining bu yil kirgandan buyon eng jiddiy holatga kirganligini ko'rsatmoqda. 14 fevraldagi Guma pichoqlik hujumidan keyin doiralarning Xotan, Qashqa viloyatlarini asos qilgan janubdagi har qaysi viloyat noyalarida turkumlab yordamchi soqchi qabul qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Shundoq bo'lishiga qaramay, Xotan doiralarining yezi kentlaridagi aholilarni tashkillab 24 soatdan amonlik saqlayotganligi va kanit ishxonasida navbatchilikka selayotganligi oshkorlandi. Lopning Sampola, Keriyaning Qarqi va Niyaning Ruqiya yezilik soqchixonalari bu ahvolning rostligini dalilladi. Xitoy doiralari bu yil 2-oyda Uyg'ur avtonom rayonining asabiylikni cheklash nizomini chiqarganligini e'lon qilgan edi. 28 mart kuni Uyg'ur avtonom rayoni xalq qurultiyi doim komiteti asabiylikni cheklash nizomi nomidagi mazkur qonunni birdak ma'qullab, uni bu yil 1-apreldan boshlab rasmiy yo'lga qo'yilganligini jakoladi. Doiralar mazkur nizomning Uyg'ur diyorida diniy asabiylikni yo'qotib, muqimlik va abadiy aminlikka kafolatlik qildiganligini ilgari surgan. Biroq bu xalqarodagi diniy erkinlik tashkilotlarining kuchli inkosini qo'zg'adi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.